Ha xotin tinchlikmi, kayfiyating yo'q? Doktorga borgandim. Xo'p, 3 kun umrim qoldi. nima deyapsan xotin? O'ylab gapir. Har gapga ham farishtalar amin deydi. Mendan keyin tog' o'tmay. Agar ko'z ostingizga olganingiz bo'lsa, ayting. Manzilini bering, ismini bering. Unaqa yomon narsalar haqida umuman o'ylama xotin. Feruza, Megaplanetda orqasida 42-tom. Qandoq yashayman xotin? Shu haqida o'ylayapsanmi? Ketish shunchalik oson ekanmi? Nigora, Kadishevada turadi. Dili og'riydi ham demaysan, ey? Uchtepa hokimiyatning orqasida. Ismini aytmadingiz. Dili dedim-ku. Hali sen bilan ko'p umr guzaronlik qilamiz. Quyliq mostning oldidagi dom, nigina vannasi ham ishlamaydi bechorani. 3 kun deydi ya. 3 kun qiynaydi hijron. Azali uyga mumkin emas, qo'shiqi nimalar deb tanay. Mudhish voqea Toshkent shahrining Yunusobod, Chilonzor hamda Kadisheva nuqtalarida ayanchli qotillik yuz berdi. Eng e'tiborli jihati, uchala ayolning ham qotili bir kishi. Bu killer hech qanaqa iz qoldirmagan va bir xil usulda bu qotillikni amalga oshirgan. Nasibasi uzilibdi.